Urganch davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim fakultetida ta'lim jarayonlarini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish maqsadida 4+2 amaliyot va nazariya dastur loyihasi joriy etildi. Bu loyiha talabalarning nazariy bilimlarini amaliy tajriba bilan uyg'unlashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirishga xizmat qiladi. Hozirgi lavhamizda shu mavzuda so'z boradi. 4+2 tizimi talabalar bilimini nazariya va amaliyot bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan samarali pedagogik texnologiya hisoblanadi. Bu dasturga ko'ra talabalar ikkinchi bosqichdan boshlab haftaning 4 kunida nazariy bilim olishsa, 2 kun maktablarda amaliy dars jarayonlarida qatnashish imkoniyati beriladi. Ushbu jarayon orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlashadi, balki haqiqiy dars muhitida amaliy tajriba orttirishadi. Bunday yondashuv pedagogik jarayonni chuqurroq anglashga, talabalarni professional muhitga yaqinlashtirishga va ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Muhtaram Prezidentimizning 2022-yil 21-iyundagi 289-sonli qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida Urganch davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim fakultetida haftalik dars jarayonlari 4+2 dastur asosida olib borilmoqda. Bu amaliyotda talabalar ustoz murabbiylar tomonidan dars o'tish malakalarini, dars o'tish ko'nikmalarini oladilar. Har bir darslari ustoz murabbiylar tomonidan kuzatilib boriladi. Nazorat ostida olib borilgan bu amaliyot natijasida bo'lajak pedagoglar o'z kasblarini mohir ustasi bo'lib yetishishlariga zamin hozirlanadi va ularni dars o'tish mahoratlari yuqori ko'rsatkichlarga chiqishi kutiladi. Loyiha amaliyot bilan nazariyani uyg'unlashtirishni o'z oldiga maqsad qilgan. Bu esa talabaning nazariy bilimlarini chuqurlashtirish, ularda mas'uliyat va o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi. Bundan tashqari, maktablarda o'quvchilar bilan birgalikda ishlash talabalarga o'z pedagogik salohiyatlarini sinash va kelajakda professional faoliyatga tayyor bo'lish imkonini ham yaratadi. Pedagogik amaliyot talabaning nazariy ta'limi va bo'lajak mustaqil faoliyatini bog'laydigan hamda o'quvchilarda, talabalarda bilim, ko'nikma malakalarini shakllantiruvchi tajriba maktabi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22-26 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risidagi farmoni hamda pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagogik kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq amaliyot o'tkaziladigan ta'lim muassasalari bilan shartnomalar imzolangan. Bunga ko'ra Urganch davlat pedagogika instituti rektori buyrug'iga asosan talabalarimiz amaliyot o'tab kelmoqdalar. Urganch davlat pedagogika instituti va Xorazm viloyati maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi bilan birgalikda hamkorlik va qo'shma faoliyat to'g'risidagi shartnoma ham imzolangan. Bunga ko'ra maktablardagi o'qituvchi pedagoglar, Urganch davlat pedagogika instituti talabalari va professor o'qituvchilari o'rtasida ilmiy tadqiqot ishlarini yo'lga qo'yish, ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, o'quv usubiy va didaktik materiallarni birgalikda ishlab chiqish. Bundan tashqari Urganch davlat pedagogika institutining innovatsion ishlanmalarini umumta'lim maktablaridagi o'quv tarbiya jarayoniga tatbiq qilish va nazariya va amaliyotning yaxlitligini ta'minlashdan samarasini ko'rsatadi. 4+2 dasturi innovatsion pedagogik yondashuv sifatida talabalar va o'qituvchilar tomonidan yuqori baholanmoqda. Ushbu loyiha ta'lim sifatini oshirishda muhim qadam bo'lib, kelajakda O'zbekistonda ta'lim tizimining yangi imkoniyatlarini ochishi kutilmoqda.